Bu günlerde Özbekistanın tanınmış jurnalisti, yazıcısı, ictimai xadimi Farman İsaxoviç Toşev Azərbaycanda səfərdə idi. 50 illik dostu, əslən Azərbaycanlı olan, bütün ömrünü Özbəkistanda elmə həsr edən Professor Səxavət Ociyevlə görüşə gələn dəyərli qonaqla görüşmək fürsətini əldən buraxmadıq. Bakının qədim tarixi yerləri ilə tanış edə-edə müsahib olduq. Qiyabi olarak tanısaq da görüşmək indiyə nəsib oldu. Dilindən şükran düşməyən bu insanla görüş hamımızda unudulmaz iz buraxdı. Fərman Toşev uzun illər Özbəkistan mətbuatının aparıcı jurnalistlərdən biridir. O, publisistik yaradıcılığı, Türk xalqları arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsini verdiyi töhfələrlə globallaşma jarayonida shunday dunyoga qarab tursak, hamma tinch joyga intilyapti-da, tinch birodarlashgan joyga. Mana shunday joylardan bittasi men Ozarbayjon ekanligini ko'rib xursand bo'ldim. 2-3 kundan beri aylanib yurib, Turkiya davlati, O'zbekistonga o'xshab ketadigan joylari ko'p ekan. Chunki mana shu Turkiya davlatlar hamdo'stligi tashkiloti, bular davlat rahbarlarini bir-biriga bo'lgan munosabati xalqimizga ham o'zicha bir ruh berdi. Chunki qadimiy turkiylar, biz avlodlar bugun topishdi yana, daryolar o'zaniga qaytdi. Shuning uchun ham bugun Ozarbayjonda, Turkiyada bo'ladigan bo'lsak, bizni davlatimizga nisbatan, davlatimiz rahbariga nisbatan juda katta bir hurmat bilan qarashyapti. Va eng muhimi nima uchun? Chunki birinchidan tinchligi, ikkinchidan olib borayotgan juda katta hamkorlik siyosati uchun va bag'ri kenglik siyosati uchun ham davlatimiz rahbarini nüfuzu ortib boryapti. Biz bundan xursandmiz. Biz bugun Ozarbayjonga kelib, aytaylik, o'sha eski shaharni va Qisqalasini, umuman Kaspiy dengizini atrofini tomosha qilish jarayonida odamlarning kayfiyatini ko'rib xursand bo'ldik. Va bizga mana Samarqandlik olim do'stimiz, akamiz, birodarimiz Saxovat aka Ojiyev bizga yo'ldosh bo'lib birgalikda ko'rsatib, o'z xursandchiliklarini baham ko'rdilar. Mana Shafoat xonim biz bilan bugun birga bo'lib nafaqat tarix haqida, balki mamlakatlarimizning ertasi haqida ham fikr olib bordilar. Biz juda manzur bo'ldik bundan. Yana bitta narsaki, mana biz ilmiy ziyolimiz Shafoat xon bilan hamkorlikda biz jurnalistimiz Mahmudxo'ja Behbudiy, Gaspar Ali, Farhod Alizodalar, Said Rizo Alizodalar boshlagan milliy matbuot aytaylik an'analari bugun bu yerda ham davom etayotgan ekan. Ayniqsa o'sha Uzturk media markazining ochilishi, uning televideniyada faoliyat yuritishi va qolaversa gazetalar chiqarishi, radiolarda olib borilishi, eshitilishlari, bular hammasi nafaqat ikkita mamlakatni, ikkita xalqni bir-biriga birlashtiradi, balki dunyoga turk millatini, turkiy xalqlarining juda katta salohiyatga ega bo'lganligini ham ko'rsatadi. Men o'z o'rnimda mana shunday sayohatimdan juda xursand bo'lgan holda Ozarbayjon xalqiga, meni tinglayotgan barcha ajoyib qardoshlarimga tinchlik, omonlik tilayman, sog'lik, salomatlik bo'lsin.